Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uygur karındaşlarım, Şarkı Türkistanlık karındaşlarım, bütün dünyanın hem yerde özünün erkinlik için küreş kıvatkan septaşlarım, vatanın içinde, turnuda, lagırda, azan kullukta, ailede, sürgünde, her xil doktorxanalarda, qiynaşda, sınaqlarda, her bir içki ektivatkan narisi balalar degендek bütün hemminlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Bu hayat bundaq ketavermaydi. Nurg'un qarindoshlarımızdan yüzlab bana telefonlar, xatlar, mesajlar keldi. Rabia ana Uygur davasida nurg'un ishlar bo'lyapti. Siz sapdan chekindingizmi? Davani tashlab etdingizmi? Siz charchidingizmi? Siz qiyradingizmi? G'olsirdingizmi? To'xtadingizmi? Yoki siz mushu sapda bormi? Biz sizning o'tmishingizga hurmat qilamiz. Biz sizni unutmaymiz degandek salomlar, o'xshamagan har xil salomlar, sovg'atlar menga kelib turibdi. Hatto hozirgacha iqtisodiy jihatdan menga yordam qilib turayotgan qarindoshlarimga har jihatdan meni unutilmay, mayli hit, bayram, har xil faoliyatlarda meni izlab, menga savol qo'yib, menga umid kutayotgan mening xalqim bor. Birinchi üstümde yaratgan Allah'ım bor. İkinci men azat kılıman deb beni kütüp tuğan vatanim bor. Taklimakan, Uyg'uriston, Sharq Turkiston atılıyotgan mening xalqim bor. Vatanim bor. Mening Uyg'ur xalqim bor. Men azat kılıman. Men ve men qatoridagi biz ve bütün oldingi sapdagi shu xalqni azat qilamiz, vatanni azat qilaman deyotgan xalqim bor. Jangchilarim bor, sapdoshlarim bor. Menga qo'yilgan savollarga beradigan javobim shu. Rabia Qodir hargizmi to'xtab qolmaydi. Rabia Qodir toki oxirgi nafs bilan ko'zi yumilmag'icha qerib qoldim, qerimaydi. Da'vo qeri va yoshda bo'lmaydi, boshda bo'ladi. Onunki şu vatanga bo'lgan, xalqiga bo'lgan sadoqatligi ve onun iradesi bo'ladi. Men balaligimdan tortib bu vatanning ozodligi uchun kurash qilaman, mushu vatanni ozod qilaman, mushu xalqimni ozod qilaman degan bir ideyada cho'ng'igan qizdim. Keyin ayol bo'lib cho'ng'igandan keyin yana shu ideyada iqtisodiy jihatdan taraqqiy qildim. Xitoyning ichida nurg'un siyosiy o'rinlarga erishdim. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilib o'zimning xalqimga, vatanning ichidagi mayli Xotan, mayli Qashqar, mayli Oqsuv, mayli Korla, mayli Oltoy, mayli Cho'chak, mayli G'ulja, mayli Otush, dunyoda mening xalqim bor yerda, vatanimning ichida, Taklimakonning bag'rida, hamma yerda mening topan izlarim bor. Ben yezi qishloqlardan tortib, mening xalqim bilan quchoqlashib, bu vatanni qandoq ozod qilaman deb vatanning ichida kurashni boshlayotgan bir ona, bir qiz boladim. Bugun bir ona, bir momoyga o'zgardim. Lekin men shuni aytmanki, men hayot vaqtimda vatanning ozodligini ko'rganligimga, shu vatanning ozod bo'lish uchun bir jangchining qatorida turganligimga men ishonaman. Vatanni ozod qilgan bir jangchilarning qatorida, yoki bir rahbarlarning qatorida, yoki bir onalarning qatorida, yo bir qizlarning qatorida Nuzgul, Barxinim, Rizvangul, 7 ayning 5-idagi seriq maykalık o'g'il bilan tug'an ko'k maykalık qiz tank oldida tug'an onalarning birisi bo'lganligimga ishonaman. Men xalqimni ozod qilaman. Ozod qilamiz.
men ve mening sabdaşlarım Xitoy qanchalik jasuslarni chiqarib, Xitoy qanchalik Tunjanboning birlik sapning adamlarini dunyoga ratlab kirgizib etsin. Xitoy oramizda qandoq ma'lumotdan qilib etsin. Xitoy qandoq tashkilotlarni qurib, qandoq nimalarni qurib sapga chiqarib etsin. Et ulug' spurs quruqlarni maydonga chiqarib etsin. Lekin bular maydonni ep bo'ldik deb tush ko'ryapti. Hergiz Uyg'urning inqilobchilari tugab ketgani yo'q. Ölüp qolgani yo'q. Aqldan ezib qolgani yo'q. Bular savr qila oladi, sukut tura oladi, maydonni nazorat qila oladi, ko'ra oladi, kurashga otlana oladi. Bu maydon 36 milyon Uyg'ur xalqining ozodligini kutib turyapti. Mening Uyg'ur xalqim, mening vatanim, bütün dünyadaki muşu davanın adil buluşuğa, muşu dünyanın pakiz buluşuğa teşna buluvatkan halkım. Pak adamlarının aldığı çıkıp, Esed xorlarının pul tep kaçlaydıgan Uygur davasını şirket aylandırıp ağalarının, Uygur davasını özünün şöhretine aylandırıp ağalarının, şahsi mülküge aylandırıp ağalarının, Uygur davasını özü turuvatkan yeğenin, İçideki imtiyazlardan paylanıp xalqni monopoliya qılayotganlarning qo'lidan birinchi Xitoyning qo'lidan qutulib vatanni mustaqil qilsak, ikkinchi chet eldagi Xitoy cho'moqchilarining qo'lidan qutulsak degan xalqim, ishonchinglarni yo'qotmanglar. Ular 1% mi bo'lmaydi, 0% mi bo'lmaydi. Gerçi hozir bayroqlarni lapildatib, mush fursatlarda xalqimizning qaymuqqan, xalqimizning dard bo'lgan, xalqimizning o'zining hissiyoti jihatdan chechilang'i bo'lgan, nima qilishni bilmagan, tantirigan, tinigan va iqtisodiy jihatdan vayron bo'lgan mushundaq bir vaqtlardan foydalanib, orliqlarga kelib, mening xalqimni masxara qilib, ko'ziga ilmay oldiga chiqib olib, xohlagancha ishlarni qilib, xohlagancha deb, xohlagancha foydalanayotganda ko'ringan bilan u shundaq suvning kuyukidek yo'qolib ketadi. Kuyuk qanday paydo bo'lsa shundaq yo'qaydi. Vatanda toki aş mancu besib olgandan tortib hozirgacha Uyg'urning kurashlarida qonga milangan qahramonlarimizning ro'yi biz bilan oshlog'i tikilib mushundaq turdi. Allah bizga yo'l ochdi. Biz bu sapga chiqamiz. Bu sapni kutib turgan, tozlayman deyotgan nurg'unlari süpürgünü qo'liga elib, to'qmoqlarini qo'liga elib, qalamlarini qo'liga elib kutib turyapti. Ular hatta bizning bu qilishimizmi kutmay Allohning adolat shamoli bilan uchib yurishtirib ketadi. Xalqimizning ahuzari, lagerda yetayotganlarning ahuzari, turmida o'layotganlarning ahuzari, mushu kichik balalarning aç azan qulluqda qiynalıyotgan qizlarimizning chiyqirashlarning shamollari bularni supurib tashlaydi. Bularning hech qaysi xotirjam emas. Shu aç chiqib olib og'ziga kelgancha hamma ishlarni qilyapti. Nimishqa o'zlarining suv to'pisidagi kubikdek qandoq bo'lmasin xalqning adolat ovozi bilan supurilib ketadi. U shamollar uchib, ash qora hongdan qandoq chiqqan bo'lsa, birlik sapga shunda qaytib ketadiganligini o'zi biladi. Ular aldığı çıkıp hazır qandaq ma'lumotdan qilsin. Yuragi titrab turdi, o'ziga o'zi ishonmaydi. O'zidan o'zi qo'rqidi, ko'langisdan qo'rqidi, yenidagi do'stlardan qo'rqidi, atrofidagi xalqdan qo'rqidi, adolatdan qo'rqidi, Allohning birligining hukmidan qo'rqidi, vatanimdagi chiqirayotgan xalqning qisosidan qo'rqidi yana. Chunki uning qinida ozroq bo'lsin Uyg'urning qini bor. Uning yuragimi titraydi. Bu vatan hem şunun vatani. Bırak, onun da meydan bulmağandıkin, onun da irade bulmağandıkin, o pulunu yaxşı kurdu, o şöhretini yaxşı kurdu, o vatanını tanlagan emas, emelini tanlagan. Vatanını tanlagan emas, pulunu tanlagan. Vatanını tanlagan emas, mimandarçılık sorununu tanlagan. Sorunu da töyde oturuşunu tanlagan. O adamlarga başka olup özünü kökütüşünü tanlagan. Mening xalqim qırılamdı, ölemdi, nal kılamdı. Onun xiyali de yok. O sorundaki mihmandarçılıkta tövgü çıksa, vay degenler, aşırı fırsatından
O aşı verip meyli Amerika Kongresi'de olsun, meyli Germaniya'da olsun, meyli Türkiye'de olsun, meyli Avrupa'da olsun, meyli Avustralya'da olsun, meyli Kanada'da olsun. Ekranda görünüp başlıqның kişi resim uçusunu buldu. Vatanda xalq nim bulavatıda uxluganda akşamı onun esigimi kirmeydi. O sorun mimandacılıkta onun esigimi kirmeydi. Akutuvatkan xalqlar o şuna məsul olub ötüp ketdi. Onun hayatı şu. O en baxtsiz adam. Sizler qiynalıb qalsanlarmı? Köşede qalsanlarmı? Aqıda qalsanlarmı? En baxtlik adam sizler ve biz. Çünkü biz hiç qandaq narsıdan korkuncumuz yok. Hiç qandaq narsıdan biz gumanlanadigan yerimiz yok. Şersiz paklik bilen vatanimizden azatligini qo'lga olamiz deb oldiga qarab ketayotgan. Ular mingtaga adam chiqarib tillasın. U mingtaga o'zining obro'yini oshirish uchun meni so'rab chiqib tillasın. Meni Abdunum Rayin deydi, yana bir nima deydi, yana bir nima deydi deb so'zlarimni uyabiyadan kesib chetib tillayotganlar bor. Ben undaq gaplarni mening irodamni yaratgan Allah shundoq mukammal yaratganki, mening xalqimning irodasini shundoq mukammal yaratganki, mening xalqim men bilan billa, men xalqim bilan billa. Men o'zimning vatanini ozod qilmay, o'shu Uyg'uriston va Sharqiy Turkistonni mustaqil qilmay, o'shu xalqimning ozodligini ko'rmay, o'lmaydiganligimga ishonaman. Allah bana ömür berdi. Yoldaşım Sıdıqacığımı ömür berdi. Allah'ın ömrümüzünü tilep koyunlar hem tilavatımız. Çokum biz vatanimizge bayrağımızı sizler bilen birge berip tikip bütün Uygur halkı bilen kucaklaşıp anadikin vatanimizden tutukda amanetten tapşırımız. Ben hazır şundakçilik iktidarım var. Şunçilik salametligim yaxşı. Şundak tayarlık vatımen. Meyli Seyit'im Türk olsun, meyli başkalar olsun, septaşlarım hem biz kütüp duruptu. Hemisi bilen yani biz özümüzden, kolumuzdan kelgenini kılvatımız. Nurgunu şarayetler bizge. Naydı tətir kelgen tarafları var. Çünkü bizge 1 milyarddan artık adamını başqırıvatkan Xitay devleti bir top birlik sep bilen hücum kıvatıdı. Dünyanı titirtip dünya bilen ilişivatkan Xitay devleti bilen biz karma karşı kelimiz. Şunun için ben bununla içim pişmaydı, əfsunlanmayman. Her bir işten məğrurluman, ben çokum çıkıp sizler bilen bir septe kuraş kılaman. Rahmet sizlerge, barlık benim septaşlarım, karindaşlarım salamet bulunlar. Şundak bir milyonlarını kütüp mağa dağıt koyunlar.